Alloh taolo aytadi, kim Allohdan qo'rqsa, u zot uning uchun barcha g'am kulfatlardan chiqar yo'lni paydo qilur va uni o'zi o'ylamagan tomondan rizqlantirur. Gohida bir bandani oldida hamma eshiklar berkilib qoladi. Tijorat eshigi ham, hunar eshigi ham, hamma eshik qulf. Bosh qotib qoladi. Qayoqqa qo'lini cho'zmasin, qo'li yetmaydi. Qayoqqa boshini urmasin, eshik ochilmaydi. Shunda nima qilish kerak? Haromga qo'l urish kerakmi? Mana palonchi deydi. Mana narsani savdosiga kirishuvdi, zo'r o'tib ketdi deydi. Nima qilish kerak shunda? Shunda inson lekin o'zi kallasidan kelib chiqib turib, agar dinidan bexabar bo'lsa, o'zichasi yechim istab ko'radi. Kelmoni ham qilib ko'raychi, bo'lmadi. Kelmoni qilib ko'raychi, bu ham bo'lmadi. Aniq turuvdi yo'q. Nima qilish kerak shunda? Mana shunday holatda Allohdan taqvo qilish kerak, birodarlar. Allohning manhajini mahkam tutishlik kerak. Shundan keyin eshiklarning ochilishini kutib turing. Chunki Robbimiz aytayapti, kim Allohdan taqvo qilsa, har qanday mushkuladan chiqib ketadigan yo'lni ko'rsatadi va kutmagan joydan nimasini beradi? Rizqini. Demak, nima qilish kerak ekan? Taqvo qilish kerak. Alloh taoloni bu mo'min bandalarga bergan va'dasini amalga oshmay qolishidan ko'ra dunyoni ostin-ustun bo'lib ketishi osonroq.